hech qaysi ota-onani boshiga bo'lsin farzandi mushkuli tushmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Avvalambor Allohga hamd sanolar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salotlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shunday ulug' kunida siz bilan mana birodarlar bilan jamlab bir yaxshilik ishiga jamlab qo'ygan Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Muhtaram birodar, aka-ukalar, hamshaharlar, bizlar sizlardan bir maslahat bilan bir murojaat qilyapmiz. Mahallamizda shu bir birodarimizni, ukamizni qizi 5-6 yildan beri ancha betob. Shu qizimizga Allohdan shifo so'rab, sizlarga bir moddiy murojaat qilyapmiz. Shu necha ozgina bo'lsa ham shu ulug' kunlarda yordaminglarni ayamasanglar. Shu qizimiz turmushda farzandlari bor, inshaalloh farzandlarga bosh bo'lib, kelajakda farzandlari sizlarning haqqinglarga duo qiladigan shunday bir mahallada aka-ukalar bor ekan deb bir duo qiladigan farzandlar bo'lishiga sizlar sababchi bo'lib qolsanglar inshaalloh yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu va nusalli ala rasul karim. Assalomu alaykum hamshaharlar, birodarlar. Sizlarga murojaat qilishimizdan maqsad shu mahallamizdagi Ravshanbek qizi 5-6 yildan beri kasallikka chalinib bir farzandi bor ekan. Olis xizmat fondiga murojaat qilib yordam so'raganligi uchun Turkiya mamlakatiga borib davolanish uchun moddiy mablag' yetishmaganidan murojaat qilgan. Shunga bugun mana mahalla oqsoqollari yig'ilib sizlarga murojaat qilyapmiz. Shunday bir Ramazon muborak oy turibmiz. Alloh hamma oylarda tutayotgan ro'za ibodatlarini qabul qilsin. Payg'ambarimiz bir mo'minning hojatini kim chiqarsa, Alloh taoloning hojatini chiqaradi degan. Islomda bir itga yaxshilik qilgani uchun ham insonning gunohlari kechirilgan to'g'risida hadislarni bilamiz. Shuning uchun bu qizimiz Turkiyaga borib ancha 1,5 million atrofida pul kerak ekan. Shunga murojaat qilinyapti. Shunday ulug' kunda zakotini beradiganlar bor, fitr sadaqa beradiganlar bor. Shu oyda xayriya ihson qilaman deganlar bor. Inshaalloh qo'llaridan kelgancha yordam berib, yaxshilik so'z bilan bo'ladi. Yaxshilik kuch bilan bo'ladi, yaxshilik mol pul bilan bo'ladi. Shuning uchun qo'limizdan kelsa mana shu e'lon qilingan nomergami, kartagami pul o'tkazib qo'ysanglar, qo'limizdan kelmaganlar boshqalarga dalolat qilib yetkazib qo'yadigan bo'lsa, inshaalloh shu qizimiz shifo topib qoladigan bo'lsa, farzandli ahvoliga, otasini, onasini ahvoliga, boshqa yaqin yo'llarning ahvoli yaxshi tuzalib ketsa, inshaalloh ajrga biz ham sherik bo'lib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarga shu Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarni qabul qilib, shunday bir yaxshi insonlarga, yaxshilik kunlarda yaxshi yordam beradigan insonlardan bo'lishni Alloh nasib qilsin. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bizni Qur'onda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik ishda, taqvo ishda bir-birlariga hamkorlik qilinglar, yordam beringlar, dushmanlik, gunoh ishda bir-birlariga yordam bermanglar degan. Shuning uchun bir-birimizga yordam berib qo'yadigan bo'lsa, shunday kunlarda inshaalloh hammamizga ham foyda bo'ladi. Subhanakallohu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ahli mo'min musulmonlar, muhtaram hamshaharlar, akalar, ukalar, sizlarga murojaat qilishimiz sababi shu qizimiz ko'p yillardan beri betob. Shu qizimizga moddiy yordam ko'rsatishlarini iltimos qilib so'randik. Shu Turkiya mamlakatiga borib operatsiyasiga 17 ming atrofida, 17 ming dollar atrofida pul ketargan. Shu yetishmaganligimizdan sizlardan yordam so'rab iltimos qilib, mana xolis xizmat, mana birodar akalar yordam qilishini so'rab iltimos qilgan. Har bir ota-onaga farzandiga
Canını verişlik yapsa yere gel. Allah Teala sizlerge Allah Teala öz mükafatını ata gelmiyorsun. Hiç kaysa hataları başı gibi var zaten. Müşküle düşmezsin. Sizlerden Allah razı olsun. Kıyan insanlardan Allah Teala özün dergahı da kabul olsun.